İkinci qism. Turan Nisa alam bilan levini tishladi. Yanıla o'zi g'ayrat qilmasa, bu ishni tugitib bo'lolmaydiganligiga ko'zi yetib, olqiniga tükürüp turib, kakini qo'liga oldi. Ha, Turan Nisaxon, qandaq? İşlar tügaydidimi? Nadindir paydo bo'lgan Mamus Seriqning ovozidan cho'chigan Turan Nisoning avval tapiniga, ondan yuragiga og'riq kirdi. Ha, az qoldi, dedi u duduqlab turib. Akramjon uyda yo'q. Qarsam, etizeriq ishlarda bekli qiynalib qopsiz. dedi Mamus Seriq odatdagiga o'xshamaydigan muloyim kulkisi bilan. O'zingiz qiling deb tashlab qo'yib, hammani tugitib bo'ling desakmi, toza adillik bo'lmaydi ekan. Shunga kentimizdagi yoshlardan bir nechini tashkillab keldim. Hammaylar havu deyishib, qo'noqlaringizni qo'l-qo'lcha o'rib o'taydi. Mamus Seriqning keynida haqiqatan 4-5 yigit qarab turadi. Ular Mamus Seriqning gaplari oyoqlishi bilanla o'zlari ko'tirib kelgan kakilarini ishqa silib, qo'noq o'rishga tushib ketdi. Bu tasodibiylikdan mangdab qolgan Turan Niso hayajonlandi. Buning rost ekanligiga ishongandan keyin ko'zlariga g'illadi yosh keldi. Rahmat Shodijon. Uning ovozi yig'i aralash titrab chiqadi. Mamus Seriq xuddi dal mushu kayfiyatni ko'rmoqchi bo'lgandek rozimanlik bilan kuldi. Shu kuni ko'z bog'lanishdan burun qo'noqlarning hammasi o'rilib bo'ldi. Endi faqat qo'noqlarni Turan Nisoning o'ylasiga to'shigandan keyin shoxlarni uyning keynidagi so'xma tomni bo'ylitib yulab chiqarish kerak edi. Bugun kech o'tib ketdi. Qolgan ishlarni atigan kelib qilaylik, dedi Mamus Seriq suvari yotqizilgan qo'noqlarga mamnuniyat bilan qarab. Ha, bu yil qo'noqlaringlar o'tgan yildagidek o'xshamaydigan o'xshaydi. Shundoq bo'lsa-mu, qishdan chiqqichi yeyishga ham setib xajlab xarajat qilish qiyin. Qog'iniga partiya hukumat bo'lgandan keyin bizmi qarab turmaymiz. Amsa, mushundoq bo'lsin. Yigitlar, qaytib orom elinglar. Atiganda mush yerda ko'rishaylik. Yigitlar Mamus Seriq bilan xo'shlashib, Turan Nisoga yenik boshlang'ich deb qo'yib ketib qolishdi. Turan Niso ig'ir bir g'amdan qutulgandek yengil nafas oldi. Uning ko'zlarida xushallik nuri parlaydi. Shuncha ishni qandoqmi tugitaman deb beshimga tog' tushib edi. Sizlar kelib meni bu g'amdan xalos qildilar. Rahmat Shodijon. Bu yaxshiliklarni hargiz unutib qolmayman. Turan Niso aran shularni deyaladi. Hayajondan uning tili gapga kelmaydi. Bizmi undaq tash yurak odamlardan emas. dedi Mamus Seriq o'zini tamkin tutishga tirishib. Qilayotganimiz hukumat xizmati bo'lganligi uchun, ishni vaqtida unum yaratish uchun oldirmasak bo'lmaydi-da. Gapimizni anglitib bo'lanmay, ba'zida qo'pol gap qilib soldik emas. Lekin bu bizning tegi tahtimizdan eski, nachar ekanligimizni bildirmaydi. Mana bugünkidek mushundaq iltifotlarimiz-mi bor? Shunga bizga-mi o'ng ko'zlarda qarab qo'yala, Turan Nisaxon? Albatta. Turan Niso Mamus Seriqning davatgan o'ng ko'zda qarashning zodi qandoq qarash ekanligini tushunmasa-mu, uning bugungi g'amxo'rligidan ta'sirlanib, og'izdan chiqqanning hammasini quvvatlab turdi. Teshida ishbodilmagani bilan bugungi ishning shundoq oson ham tez tugaganligi Turan Nisoni qavatli xo'sh qilgandi. U Mamus Seriqqa ol nimalarni deb rahmat etmoqchi. Tashakkurni bildirmoqchi bo'ladi. Lekin zodi nima desa yaxshi bo'ldiganligini bilmay duduqlaydi. Shu orada u Mamus Seriqning ko'zlarida azaldan ko'rilib boqmagan, faqat eri Akramjonning ko'zdilla ko'ralaydigan ajoyib bir hayajonni ko'rgandek bo'ldi. Bu hayajon eri Akramjonning uningga muhabbatlik tikilganda, ular shirin hayotning peyzini surganda,
bir-biriga g'amxo'rlik qilib kuyinganda, bollari va baxtlik oilasidan zo'qlanganda ondan paydo bo'lgan to'limi qimmatli hayajon edi. Nima uchundir bugun o'ziga qarab turgan Mahmud Seriqning ko'zlarida dal ashundoq hayajonni bayqadi. Mahmud Seriq Turan Nisoning jafoda qolganligi, ikki bolaning qiynalib qolganligini, etiz eriq ishlarining tugamayotganligi to'g'risida biroz so'zlagandek qildi. U demisimi oyoqdagi oshdek aniq turgan bu ishlarni Turan Niso albatta biladi. Hozirgi masala ishlar tugagan ekan, u chapsaroq uyga qaytib bolalarga tomoq qilib berishi kerak edi. Lekin Mahmud Seriq Turan Nisoning oldirab turgandan bexabar holda davomli so'zlab o'tdi. Shu orada uyqusi qangan Qovuljon esnab uyg'ondi. U erinchaklik bilan o'rnidan turib, Mahmud Seriq bilan qo'l ilishib ko'rishgandan keyin o'zi uxlab qolgan chog'da o'rib ketib qolgan, mana hozir allaqachon yotqizib bo'lingan qo'noqlarga qarab, ko'zlari chaqnab ketdi. Mahmud Seriq Qovuljonga bizorlik bilan qaradi. Ondan qiyammagan bir holatda Turan Niso bilan xo'shishib, yo'lga ravon bo'ldi. Turan Niso Mahmud Seriqning to'yuqsiz o'zgarib qolganligi va bugun o'ziga qilgan muomalasidan hayron edi. Beshingni kim silsa, g'amguzoring shu degan mo'shi bo'lsa kerak. Uning to'ng qo'pol mijozi, sesiq gaplari va oliy ishlarini qancha aslay debmi aslayolmadi. U yoqqa tortib, bu yoqqa tortib yurib, qo'noq o'rim ishlarim oxirlashdi. Qopig'idan qo'rqib askidab yurgan Mahmud Seriq Rayish, ishchan, ush g'alvisi yo'q 6-5 yigitni agashtirib orada nech kelib ketib, Turan Nisoning etizdagi g'amlarini tugitib berdi. Mundaq ish kanit tavasida azaldan ko'rilib boqmagandi. Mahmud Seriq yoki boshqa kadrlar bo'lsin, azaldan hech qaysi odam to'plab berib, bir hakimning ishlarini qilishib berib boqmagan. Hatta etiz ishlari vaqti tugamay qolganlarni herib ketdim, yolg'iz keldim deginiga unamay, oldiga selib o'lib, yugurtib yurib, etiz ishlarini tugitdi. Şuna bu qitim Mahmud Seriqning ko'rsatgan iltifoti hammaylarning ishligili kelganlarning, yer qo'shillarning, o'tgan kechganlarning, hatto Qovuljon orqali xabar topgan qiynaqining diqqatini tortdi. Qo'noq o'rimidan keyin boshlanadigan kuzgi terimmi yana shu Mahmud Seriqning husi bilan osonla tugidi. Yeridan ayrilib bir uy beshiga 10 kelib qolgan Turan Nisoga bu ish yog'dek yoqqan bo'lsa-mu, tala tuzda bo'layotgan gaplarga chidab turg'ili bo'lmadi. Turan Niso u gaplarning isibosini sezganda, o'zining allaqachon xalqning eg'iziga yo'ldan chiqqan buzuq xotin bo'lganligini sezdi. Azoblariga yig'lab aron turganda bu gaplar uning bakli eg'ir keldi. Biroq taladigilarga men undaq emas, mundaq deb tushundirib yurgili bo'lmaydi. Bular oz kelganda qiynaqisining yüzdən yüziga silkishlab satlashlari uni üstülab xo'rliqqa ko'miverdi. Yeringiz o'lgili ketmadi. Tug'in qaytib kelsa, yuziga qandoq qaraysiz? degan edi. Bir kuni chiroyini po'kondek esib darvozdan qo'shiq qatgan kaladek usib kirgan aka. Sizga nima dey endi? Ma'malda yuzni ko'tarib yurgilimi bo'lmadi? Nagili bo'lsa siz bilan Mahmud Seriqning g'aybiti bo'lib, qushaq paranglar qizibdi yurgan. Ko'nala o'sirimiz purmaydi deb bikoq aytmagan. Betayin ishlaringizni vaqtidaroq yig'ishtirib olasiz. Endi yana gap anglab qoladigan bo'lsam, mendan yaxshilik ko'rmaysiz juma? Yenidan siz toshdan qattiq bu gaplar Turan Nisoning yuragiga chidab turg'isiz og'riq silib o'tdi. Tuhmat, xo'rliq, ahonat qo'qoslari o'rtayotgan yurak nijotlik izlab har yon yulg'unib boqatdi. Ammo o'zidan boshqa o'ziga ishongidek birma odam yo'qligini yodiga olganda,
u yanala ko'z yeshidan dardini chiqaradi. Ko'taranmasang sangiltavol degandek boshda hech qanday maqsad muddosiz kelib yordam qilgan Mamus Seriq mana endi ara kunda 6 qatim kelib bezirib turib oldigan, hatto ba'zi kechlari o'rinsiz kelib uni buni bano qilib Turan Niso bilan birdam yerimdan paranglashib ketadigan bo'lib oldi. Gerçi Turan Niso uning kelishini xohlamasimi, xohlamaydiganligini yuziga deyolmaydi va yoki keting deb qo'g'layolmaydi. Mali boshliqligidan iborat bu vazifasi uning har qanday chog'da, har qanday uyga bemalol kirishga imkoniyat hozirlab beradi. Mamus Seriq kelib ketib yurgan siri tala tuzidagi gaplar texim og'ishqa boshladi. Gaplar avg'on siri Turan Niso bilan Mamus Seriqning olgan har bir qadami, qilgan har bir ishi, hatto har bir nafaslarimi haqqi g'alati gumonli bo'lib tuyuldigan bo'lib qoldi. Gumon paraz so'z cho'chaklar shu qadar ko'paydiki, bir qushqosh yana bir qushqoshni cho'qib olgan bo'lsa-mu, biri cho'qim Mamus Seriq, yana biri Turan Niso bo'lib chiqadigandek, barliq ig'iz, barliq quloq, barliq ko'z faqat ulog'ili markazlashib qolgandi. Turan Niso tangsizlik ichida siqildi. O'zining holi bilan turganda üstü-üstlab kelayotgan bu peshkelliklarga qandoq taqobil turishni bilinmay puchilandi. Shundaq chaqlarda uning eriga bo'lgan ochchig'i texim kuchaydi. Uni g'oyibona tillaydi. Minglarcha qog'ab chiqadi. Aliyatqu mali turmushdagi tugumas g'amlarni tasqab yotgan Turan Niso texi uxlamagan edi. Yenik pushildab uxlayotgan ikki bolasining tiniqi uning ozroq bo'lsa-mu xotirjamlik beg'ishlaydi. Xiyollarning uchini yig'ib bulanmayotgan Turan Nisoning qo'lqig'i ichidan ilib qo'yilgan qo'sh qanotliq darvoza yengil urilgandek anglandi. U daqiqa quloq soldi-yu, xiyolimdir balkim deb o'ylab eranshimidi. Ammo minut o'tmay darvoza yana bir qitim qattiqroq urildi. Turan Nisoning yuragi qartdi qildi. Nafs to'xtab qolgandek butun jahonni vahima qoplagandek tuyuldi. Azaldan bu malida bir kim kelib ishik urib baqqan emas. Bu kechida tamiz qilib kelib ishik urgan zodi kimdi? Akrammi? Yo'q, mumkin emas. U allamaqachon 12 yillik qamoq jazosi bilan qor darvoza ichiga solib o'tildi. Qiynoqsi yoki shularning uyidan birasimi? Bumi ehtimoldan yiroq. Chunki ularning uyidagilar hozir to'la det aytib yordam so'raydi deb qarab, Turan Nisoni ko'simi yiroqdan agib o'tib ketadigan bo'lib o'ylashdi. Uning ustiga qandoq ish bo'lishidan qat'iy nazar bu yerim kechida ishik urib yurmaydi. Undaqda Turan Niso qo'rqinish ichida shularni xiyoldan o'tkazayotganda ishik 3-chi qitim urildi. Kim o? Dedi Turan Niso titrangi ovozda. Men Mahmud. Ishik nechini? Bütün vücudini quloqqa aylandirib taloni tanshab yotgan Turan Niso Mamus Seriqning ovozini oralla angladi. Uning ovozini past chiqarishga tirishib javob berayotganligi aniq edi. Yerim kecha yana kelib shunchalik past ovozda, demak u xizmat ishi bilan kelgan emas. Turan Niso yenik tiniq oldi. Ondan ballarining qo'ynidan asta sug'urilib chiqib, oldi uchuq tugmilik popaykisini yepinjag'ladi. Odatda ichib yapqanda g'ijirlaydigan hujur ishigini ovoz chiqarmaslikqa tirishib avaylab ichib, putining uchida dastlab darvoza oldiga keldi. Nimishidi Chavduyjon? U darvozani ochmay turib so'radi. Titrigi helimi to'xtamagan edi. Avval ishni ayting. Ondan paranglashaylik. Mamus Seriqning taptatmay ishikni echishga buyrug'ini anglab
turan Nisoning g'ojjida ochiq keldi. Shundaqdimi o'zini tutib olib javob qaytardi. Yetib bo'ptikanman, unlarini anglab chiqishim edi. Bu kechda uyga kirib paranglashib yursinlari sal afsus bo'lamikin. Gaplarni davasila, men mush yerda turib anglay. Eching degandagi eching nima to'li gap bu? Men odam yemayman. O'g'u shu. Turan Niso damalliqqa duduqlab qoldi. Sizlar shu yuqori o'rinlashtirgan xizmatlardan yo'l yo'riq berila. Bizmi gaplarni anglab ishlarni yaxshi qilsaqli bo'ldi emasmi? Nada turib desilimi o'xshash Shavdijon. Davasila qulug'im silida. Qulug'ingiz menda bo'lsa, oldi bilan ishni eching. Talada turib degan oldigan gap bo'lsa, ishni eching demdim men. Mush kechida demsili bo'lmaydigan gapmi u? Turan Niso ta'ddi bilan so'radi. Ha. Dedi Ma'mur Seriq temkinlik bilan. Hozir demsam bo'lmaydi. Gap anglab ishni eching. Paranglashmasak faqatli bo'lmaydi deyman. Ko'ngillarga amay hozircha qaytib tursalar Shavdijon. Dedi Turan Niso daqiqa o'yinlab turib qolgandan keyin. Men atigan olam yo'rishi bilan darvozalarga unay. Nima gap bo'lsa atiganligi deysizlar. Uyga boshlay desam, Silama bilala, erim uyda emas, sat turdi. Men sizga gap qilyapman. To'la eg'zimni g'irishlamay, ishni eching. Ati deydigan ish bo'lsa, bu kamda kelib nima qilaman deyman. Ma'mur Seriqning qat'iy buyruqi Turan Nisoni ikkilantirib qo'ydi. Oshmay desa, ati deydigan gap bo'lsa, hozir kammaydim deyotdi. Ochay desa, butun el uyquga ketgan bu yerim kechida zodi nima gapi bo'g'iydi. Etiz eriqning ishlari allaburun tugidi. Olvon siliqlarnimi pul yo'qdi deganga unamay, bug'doy qo'noqlarni sotqizib ip bo'ldi. Uningdan boshqa men mush yerda turaveramdim yoki ishni ochamsiz. Noposimni yo'tkab kelmadim. Gapimni deb bo'lsam ketaman. Ma'mur Seriqning ba'zi gaplari eshak joynavatgan ammandakli puraydi. Shundaqdimi? Arliq yiroq bo'lmagandan keyin oshiyada turib desili bo'lmasmi? Hozirmi gaplarini aniq anglayapman. Meni ko'zga ilmagandek, buyruqimga bo'ysunmagandek bo'ldingizmi? Ha? Turan Niso shu topda pallada tong etib atrofning yo'rib ketishini, ko'ch-ko'ylarda jiqqida odam paydo bo'lishini tilaydi. Chunki shundoq bo'lganda u Ma'mur Seriqning buyruqini ijro qila oladi va birasining oldida yuzi so'rim bo'lib qolmaydi. Ammo u degan baribir xiyol. İnsanning har o'ylig'ini amalda bo'lib turgan ish nada? Voy, gap qilyapman sizga. Taladagi Ma'mur Seriqning bo'sh, ammo zardilik gapi yana anglandi. Tititliq qo'rqush, esankirish aralashib ketgan vahimlik bir tuyg'u Turan Nisoning yuragini mujib og'irtib turadi. Uning tangsizlik ichida darvoza ilgichiga sungan qo'li yana to'xtab qoldi. Kechi bu chaq bo'lganda echishga tegishlik emas edi. Bu ishni ammo echishga majburlanayotdi. Qanday qilish kerak? Hozir gap yemay nochilik qilyapsiz. Lekin unutib qolmang. Ati tong otganda yanala men yomon. Bu yerdan ko'chib ketmasingizlar, mening qo'limdagi odamsiz. Gapimni tushunayotgansiz, ha? Chaqqan ishni ochamsiz yoki ata ayrim ahvollashib olamdiq. Ma'mur Seriqning tahdidi Turan Nisoning ko'zlaridan yosh agitdi. U rost deydi. Bir yerga ko'chib ketgili bo'lmagan bu la'nati yerda Ma'mur Seriq yomon. Uyan o'ssimi, buyan o'ssimi, yenila u yomon. Turan Niso beshimga kagini ko'raman debli darvozani ochdi. Darvoza tirqishib ochilishi hamon osh bo'rdek etilib kirgan Ma'mur Seriq Turan Nisoning qo'lini kappi tutdi va uningga devaylab qo'ydi. Eching deganda ochmay,
Acaba koyum tutkuzdunuz deyse? Mavi yurtta davamlıq terikçilik qılay desiniz. Mening tishimga tegmang. Uqdingizmi? Turan Nisa bu tuyuqsizlikdan mangdab keyniga dojidi ham ittik qo'lini tortib oldi. Neymiş idi çavdaycan? Tezroq deysizlar. Yeli biraz kep qalsa. Ay, mushu yerim kechida sizni poylab biraz kelmasa, insijin kelmaydi deyman bu yerga. Mushu chaqda keldiganga biraz bilan deshib qo'yganmidingiz ya? Tüzük gep qısılar çavdaycan. Men undaq. Mana. Undaq bo'lsa bo'ldi-ku. Yana nima qo'rqish? Yuring. Uyga kirib paranglaşaylik. Mamus Seriq shundoq deb Turan Nisoni agibli uy tarafga mo'ndi. Yig'lamsirab aron turgan Turan Niso tanglik dastidan ming yerdan to'kilgidek bo'lib yolurdi. Nima gap bo'lsa mush yerda deysizlar çavdaycan. Men degan erlik ayol, erim uyda yo'q. Mushundaq chaqda bundaq kechida silini uyga boshlasam bo'lmaydi. Xafa bo'lmasizlar. O'zlarining qizlari, och singillari bor. Mening beshimga kelgan kun shularning beshiga kelmasin. Menimi ayab qo'ysalar. Bu gap titang tumurga tekkan Mamus Seriq keyniga yondi. Turan Nisoning oldiga kelib söygüdek bo'lib ingishdi va donimi doni qilib Manga tarbiya beryapsiz dehi? Qaysi huquqingiz, qaysi yuzingiz bilan tarbiya qilyapsiz? Necha vaqtdan beri dadingizni so'rab, holingizga yetib turmagan bo'lsam, bu kunlarga ulisha olamsiz. Shu chaqda kelmasizlar demagantingiz-ku. İşlaringizga yordam qilsam, qilmasizlar demagantingiz-ku. Yuqordan kelgan ancha-muncha xayrixoliqni o'til sizning uyingizga buyurib turganda lozim emas demagantingiz-ku. Kalaga o'ch, üstki amra qo'yingiz bormi deyasizning? U qilganlaridan bekli minnatdorman. Dedi Turan Niso mishildab yig'lab. Partiya hukumat silidek oq ko'ngil, yaxshi niyatli kadrlarni bizning g'amimizni yeyishga qo'yib, bekmi yaxshi qilib ekan. Menga qilgan g'amxo'rliklarini hargizmi unutib, voy qo'yinga undaq gaplaringizni. Minnatdor bo'lsangiz, javob qaytarishni biling. Bo'lmasa, hammasi quruq gap. Mamus Seriq yana nimalandir demoqchi edi. Osmondan tushgandek to'yiqsizlik paydo bo'lib qolgan yo'chin bir ko'langi chabdaslik bilan etilib kelgan peti Mamus Seriqni yagi besib, oqidan nechimush urvatdi. Ondan chachirab turguncha Turan Nisoga etilib, tayyorliksiz turgan cho'kanni taras-turus net shaploq uribli oqisga uchirvatdi. Ordaki bizak gaplar bilan tallashlaridan bu odamning qiynokisi eri Akramning bir qo'rsoq qarindishi Habibulloh ekanligi ma'lum bo'ldi. Turan Niso uchib tushgan yerdan o'milab o'rindan turib bo'g'icha Habibulloh yugurib kelib uning chochlaridan to'lg'ab tutdi va so'rab opirib tomga ustirib qo'yibdi. Bayqi tayoqning zarbisidan o'zini topolmay turgan Turan Niso tomga yuzchilab usib keyniga qonqib paloqqa yiqildi. Asildilla qorong'u olam texmi qorong'uchilik bo'lib tuyulib, o'zi xuddi o'gizdan tushib ketgandek, ammo put-qo'li hech yerga tegishmay havoda laylab qolgandek tuyuldi. Burundan oqqan issiqqani surkigidek holi yo'q. Beshi ziq sanjigandek qattiq og'riyotgan, o'rindan turg'idek majoli qolmagan Turan Nisoning qo'liqiga Habibullohning zahardek gaplari chalib puchuq anglandi. Axir qo'limga tushdingmi, paskini qanjoq? Xalqlar ha nima desa, ishonmay yursam, kelin singlim undaq ayol emas desam, fukam turimiga ketib bo'g'icha, uyga yot erlarni boshlab buzuqchilik qil, yana qila. Tura o'rningdan, bu maynat. Habibulloh ba kuchi bilan vaqirab, og'riq dastidan injiqlab yotgan Turan Nisoning yon pishiga qattiq tepdi. Mana sana. Tura!